Dadasi, uxlamaysizmi? Kech bo'ldi. Ko'zimga uyqu kelgani yo'q. Qani daydi qizing? Daydi demang dadasi. Qizingiz ishda hali zamon kelib qoladi. Daydi demay nima dey? Yarim kechgacha ishlaydimi qiz bola? Ha endi ishi shunaqada. Bu rahbarlari aytmaydimi uyimga bor, kech bo'ldi qizim deb? Qizingiz katta qiz bo'lsa, nimasidan xavotir olasiz? Nima deding? Men o'sha katta qiz bo'lgani uchun xavotir olyapman-da. Bu tengilar erga tegib, bola chaqali bo'lib uyida o'tiribdi. Eshik qoqib sovchi kelsa, bu menga yoqmaydi. O'zingiz o'qitdingiz-ku. Endi bunday demang dadasi. Vaqti zamoni kelsa erga ham tegadi. Ha, sen ona bolaga gapirishni foydasi yo'q. Baribir men aytaman. Qara, eshik taqilyapti. Keldi ana daydi qizing. Ha, keldi. Hozir ochaman. Xo'p dadasi. Ha qizim, qayerda yuribsiz? Assalomu alaykum dadajon. Assalomu alaykum onajon. Ishda edim. Bugun biroz kechikdim. Seni rahbaring erkak kishimi, ayol kishimi? Shu paytgacha ishlatadimi qiz bolani? Dada, rahbarim ayol kishi. Yelena opa. Choy ichasanmi, ovqat yeysanmi, turmaginda bir tergagin. Onaga o'xshab. Shu mahalgacha nima qilib yurgan ekan, qayerda yurgan ekan? Bir so'ra onaga o'xshab sen ham. Qiz, siz ham gapiring bir. Oyun oxir-ku, отчет topshirdi. Bo'ldi, men uxlayman. Bir gaplashib ko'rchi, buni ko'nglida nima bor ekan. Sen ham bir onaga o'xshab, bir oldinga ol, gaplash, so'ra, nima istar ekan buni ko'ngli. Xo'p, dadajon. Yaxshi dam oling. Ona, nimadir bo'ldimi? Dadam buncha vahima qildilar. Dadang Rahmat tog'angning do'stini o'g'liga seni bermoqchi. Kechadan beri ular sovchi bo'lib kelyapti. Nima deysan? Onajon, Rahmat tog'amning qo'shnisini o'g'li o'qiganmi? Ishlaydimi? Chiroylimi? O'qiganmi? Ishlaydimi? Men ko'ribmanmi? Uni dadang ko'rgan. Dadanga yoqibdi. Yaxshi, uyim joyim deydigan yigit ekan deb yotibdilar. Shu dadam meni erga bersa bo'ldi. Erga tegsam bo'ldi. Kimga tegishimi umuman qizig'i yo'q dadamga. Hoy qiz, o'ylab gapir. Eshik qoqib sovchi kelsa, u deysan, bu deysan. Ko'ngling nimani tusaydi o'zi? Onajon, ko'nglim hech narsani istamaydi. Tanlab ham o'tirganim yo'q. Lekin kuyov Feruza Normatova bor-ku, aktrisa. O'shani erida eri bo'lsan, shushgacha yurdim. Baxtli bo'lishni istayman-da. Beshiring qursin. Qayerdan topaman Feruza Normatovani eriga o'xshagan erini? Hozirgi yoshlar baloyibat. Biz erga tekkanda unga tegaman, bunga tegaman, uni sevdim, buni sevdim demabmiz ham. Sevgi nima bilmabmiz ham. Otamiz kimga erga bersa shunga tegib ketaveribmiz. Erimizni ham tanlamabmiz ham. Onajon, men ham katta bo'lib, erga tegib, sizdek ona bo'lib, qizlarimni uzatayotganda men ham aytaman-da, ota-onamiz kimga bersa tegib ketaverdik deb. Ertalab tong otsa, otang bilan gaplashaman. O'ldirib qo'yadi seni. Onajon, aytganingiz uchun aytdim-da. Kelgan sovchilarga o'g'lingni ko'rsatding. Hech bo'lmasa rasmini ko'rsatadi. O'shandan bilamiz-da.
Hoy qiz. Qayerdan topaman men senga Feruza Normatovani eriday erini? Endi eshik qoqib kelgan sovchilarga o'g'lingiz Feruzani eriga o'xshaydimi deb so'rashim qoluvdi. Bir kirib uxlagin. Ko'zimga ko'rinma. Otangga nima deyishni o'ylab olishim kerak. Bo'pti onajon, men kirib uxladim. Ertaga dadam bilan gaplashsangiz, meni orzularimni ayting. 30 yoshga kirsam ham aqlli qiz bo'lib yurdim. Har qanday qizni o'zini orzusi bor. Idealidagi yigitga turmushga chiqadi. Alloh so'raganimizni beradi.